Assalomu alaykum. Kecha Futbol Express kanalimiz orqali Farg'ona viloyatiga safar uyushtirishimiz haqida ma'lumot berib o'tgandik. Mana bugun Farg'ona futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Nosirjon Otaqo'ziyevning qabulida bo'lib, suhbatlashib o'tirdik. Va bir qator savollarga o'zimiz norasmiy tarzda suhbatlashganimizda javob ham oldik. Baribir birinchi navbatda Nosirjon, mana sobiq futbolchisiz, hamma narsadan xabardorsiz. Bugungi zamon futbolini moddiy texnik bazasiz tasavvur qilish qiyin. Farg'ona futboli keyingi yillarda e'tibor qaratadiganki, aynan shu tomondan boshqalarga o'rnak bo'lib kelmoqda. Mana shu masalaga, mavzuga bir to'xtalib o'tsangiz deb maqsad qilgandik. Avvalambor xush kelibsiz. Biz adashmasam 3 yil 4 yil bo'ldi. Bundan oldin ko'rishib suhbatlashdik aynan shu dargohda. Neftchi Proligada to'p surgan paytda savol berganimizni eslayman. O'shanda ko'rishdik, undan keyin ham endi xabarlashib yozishib turdik-ku, lekin bunaqa bir uchrashib, ko'rishib ancha gaplashmaganimizga ham ancha vaqtlar bo'lib o'tdi. Avvalambor kelganingizga rahmat. Haqiqatdan ham bizni Farg'ona viloyatimizda futbolni rivojlantirishga qaratilgan futbol infratuzilmasi haqida ishlar, juda katta ishlar bo'ldi. Haqiqatdan ham bitta bir mana sizga aylantirib ko'rsatamiz. Katta narsalar, katta maydonlar, ko'p maydonlar futbolchi bo'lib yetishib chiqishi uchun nima qilish kerak bo'lsa, Yevropa darajasida qilindi. Birinchi o'rinda bizni tepamizda shu bizni professional klubimiz jonajon neftchimiz turadigan bo'lsa, shundan boshlaymiz, boshqa biz ilojimiz yo'q. Futbol deganda Farg'onada neftchi ko'zga tashlanadi, tasavvurga ega bo'ladi har bir inson. Shuning uchun biz birinchi neftchi futbol klubimizni qarorgohini ta'mirlashda, rekonstruksiya qilishda, uni maydonini ko'paytirishdan boshladik. Neftchida bitta maydon bo'lar edi, hozirgi kunda 3 ta standart maydon bor. Projektorlari, shu yoritgich tizimlari, sug'orish tizimlariga ega. Mana 40 yil o'zida. 40 yil o'zida oldin bitta maydon bo'lgan, hozir 3 ta standart maydon bo'ldi. Undan keyin yana o'sha katta-kattalarni aytyapman. Undan keyin mana o'tgan yili 2025-yili tarixiy voqealar juda ko'p bo'ldi. Mana O'zbekistonimizda, ayniqsa Farg'ona viloyatimizda ham bu ham bo'lsa shu Neftchi futbol akademiyasiga asos solindi. Neftchi futbol akademiyasiga tamal toshi qo'yildi. 2025-yilda mana shu noyabr oyida Neftchi futbol akademiyasining binosi, maydonlari topshirildi viloyat hokimimiz tomonidan. Bu mana muhtaram prezidentimiz turli qarorlarda, futbol bo'yicha chiqarilgan qaror farmonlarida shu endi jahon talabidan kelib chiqadigan bo'lsak, har bir akademiyada eng kamida 4 ta yoki 5 ta maydon bo'lishi kerakligi tasdiqlangan yoki shu ko'rsatib o'tilgan. Bizda mana hozir mana ko'rayotgan mana shu inshootimizda bitta yopiq maydon, bitta ochiq maydon. Bevosita shu yerda akademiya, Neftchi akademiyasida joylashgan. 6 ta maydon. 2 ta 20 ga 40, bittasi sun'iy, bittasi qumli. Qumli Farg'ona viloyatimizda yoki boshqa kam hududda uchraydigan narsa. Qum futbolchi uchun qumda trenovka qilish, qumda sakrash, qumda mashg'ulotlar qilish, boshqa bu futbolchining shu bo'g'imlariga juda ko'p narsasiga foydali. Shuning uchun biz mutasaddi rahbarlarimizga tushuntirganimizda, aytganlarimizda mana shu narsa kerak degan narsamizda bizni talabimiz yoki bizni xohishimizni hammasini bajarib berishdi. Bizni bu ham bo'lsa shu Farg'ona viloyatining futboliga xizmat qiladi. Hozirgi ko'rib turgan mana shu Neftchi futbol akademiyasi oladigan bo'lsak, men ko'p ta'kidlayman. Bunaqa inshootda, bunaqa sharoitda, bunaqa bir atmosferada, bunaqa shu futbolning muhitida o'sib kelayotgan yoshlardan futbolchi chiqmaslik iloji yo'q. Iloji yo'q. Bu o'zi infratuzilma, bu maydonlar
issiq deyilmasdan sharoit. Nosirjon, o'zir gapingiz bo'ldi. Endi qayerda mana Farg'ona futboli ancha beqarorlik hukm surdi. Jamoa hatto Pro-ligada, birinchi ligada to'p surdi. Oliy ligaga qaytish katta mashaqqat, muxlislar uchun armonga aylandi. Shunaqa bo'lib davrlarni ham boshdan kechirdi. Bugunga kelib endi mana nafaqat chempion bo'ldi. Endi infratuzilma, akademiyalar hammasi uchun mablag' topilyapti. Bu shu birinchi rahbarda endi xohlaymizmi yo'qmi, joylardagi birinchi rahbarlarning qiziqishi bevosita joylardagi futbolda rivojlanishiga turtki beradi-da. Albatta. To'g'ri aytyapsiz. Neftchi futbol klubimiz orada shunaqa yillar bo'ldiki, qora kunlar deydimi, shunaqa kunlar bo'ldiki, Pro ligagacha haqiqatda tushib ketildi. Bu ham bir hozir mana xursand bo'lib eslayapmizki, bu ham hamma narsani bir tayda hikmat bor degandek, bu ham bir yaxshilikka bo'lgan ekan. Bir qadam orqaga, ikki qadam oldiga qilingan singari bo'ldi. Mana birinchi rahbarlar qiziqishini aytyapsiz. Avvalambor shu mana muhtaram prezidentimiz futbolga, sportga katta e'tibor berishyapti. Undan qolaversa hamma viloyat ham o'ziga yarasha infratuzilmasini to'g'irlayapti, qiziqyapti, boshqa qilyapti. Biz o'zimizni viloyatimizga qaytadigan bo'lsak, mana Xalil Qaytbayevich shu kelishib Neftchi bilan birinchi uchrashuvlarda Neftchi juda katta tarixga ega. Man degan futbolchilar battan chiqqan, chempionlar bo'lgan. Shunaqa vaqtlar keladi deyishgan. Shunaqa vaqtlar keladi. Yana shu chempionlikni qaytaramiz va eng asosiysi muxlislarni stadionga qaytarib to'ldirib, odamlar ko'chada qolib ketadigan darajagacha chiqaramiz deyishgan. Bu 3 yillik strategiya, 3 yillik konsepsiya. Bu va pulni ol, davay chempion bo'l bas. Bu o'sha tizimli ravishda birinchi yil misol Superligaga chiqish yo'llanmasi, ikkinchi yil Superligada o'rnini topib olish masalasi, 3-yil, 4-yil shunaqa qilib baribir bitta narsani tan olaylik. Chempionlikka erishish tabiiy yo'l bilan hal bo'lgani yo'q. Chunki hali yetishmasdan turib chempionlikka erishildida, mana ertangi kunga poydevor qo'yishimiz kerak deb turib, xatolar keyin to'g'rilanib turib, mana sekin-sekin barqarorlikka erishish uchun va futbolda yana muxlislarni qaytarish uchun birinchi natija kerak edi hamda. Albatta, to'g'ri aytyapsiz. Muxlislarni qaytarish uchun muxlislar nimani ko'radi? Golni kutadi. Natija golni, shu bitta golga ham hozir bizning muxlislarimiz qoniqmay qo'ydi, to'g'risi. To'g'ri aytyapsiz, bu chempionlikda haligi ovqat paytida ishtaha ochiladi deydi-ku. Mana chempion bo'ldik. Mana hokimimiz rahmat shu odamga rahmat aytganimiz sababi bor-da. Chunki men o'zim shu futbolda o'sib, unib, futbolda haligacha futbolda ishlayapman. Meni boshqa kasbim ham yo'q, boshqa meni bir ishim ham yo'q. Shunday faqat shu deymi? Faqat shu, mana shu fursatdan foydalanib futbolga rahmat aytmoqchiman. Futbolda orqasidan juda ko'p joylarni ko'rdik. Futbolda orqasidan mana sizga o'xshagan aka-ukalar bilan tanishdik. Futbolda orqasidan har xil sharoitlarda, yaxshi sharoitlarda yurdik, ko'rdik, boshqa qildik. Shu ham bo'lsa mana hozirgi kunda mana muhtaram prezidentimiz bosh qolaversa bizning viloyatimizda mana Xalil Qaytbayevich shu bizni futbolni, ya'ni meni kasbimda ulug'lanayotgani, meni kasbimga berilayotgan e'tibor bu o'sha menga berilayotgan e'tiborda qabul qilaman-da. Shuning uchun bu jo'shqinlanib ketyapmanki, qancha gapirsa bu rahbarlarda oz. Chunki meni o'zimda yaxshi ko'rgan kasbim, meni o'zimda shu yerda 5 so'mdir, 4 so'mdir oylik olib, oilamni boqayotgan kasbimda ulug'lanayotgani, shuncha bunaqa sharoitlar, shuncha mana bolachalar trenirovka qilayotgani, mana kirib kelayotgan bo'lsangiz, mana eshik tagini ko'rdingiz. Mashinaga joy yo'q. Ota-onalar qo'lidan ushlab kelib, bolamni ol deb anaqa qilishyapti. Bu ham bo'lsa, mana shu milliy terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqdi, futbolga oqim ko'payib ketdi. Buni ham bir tan olishimiz kerak. Shuning uchun turtki beradi, endi bu rivojlanishga katta. Bu hammasi bizning baxtimiz. Xursand bo'lamiz. Endi boshqa sport turlari xafa bo'lmasin, endi eshitib qolsa, lekin men endi futbolchi bo'lganim uchun futbolda gapiraman, futbol haqida ko'p gapiraman.
Nosirjon, Neftchi haqida ancha gapirish mumkin, ancha ishlar qilindi, uni hamma ko'rib ham bilib turibdi, natija ham bo'ldi. Endi baribir viloyatda yana bir jamoasi bor, Qo'qon 1912 haqida ham so'ramay o'tib ketsak, hozir muxlislar Farg'ona viloyatidagi muxlislar xafa qolishi mumkin. Ularga ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Albatta, bizda 5 ta professional klub bor Farg'ona viloyatimizda. Ya'ni Neftchi Superligada, Qo'qon Superligada, O'zbekiston tumani Yaypan Fergana bor. Pro ligada, Farg'ona davlat universitetiga qarashli Fardu sport majmuasida bizda Fardu Pro ligada bor. Quvasoy Sementchi degan xususiy klub 1-liga. Keyin bizda o'sha bitta yakka shu tadbirkor o'zi tashabbusi bilan 2-ligadan pulkalarga chiqib, o'sha qanaqa shu sport prinsiplari bo'ladigan bo'lsa o'tib kelib, mana bu yil 1-ligaga yo'llanma oldi. Havoqam degan jamoamiz bor. Shular 5 ta professional ligamiz, klubimiz, professional klubimiz viloyatimizda ishtirok etyapti. Mana Neftchi haqida haqiqatda ko'p qancha gapirsak oz, undan shu kam emas, kam bo'lmagan Qo'qon 19-12. Chunki biladi, mana butun O'zbekiston biladiki, Farg'ona futbolni vatani. Ya'niki shu futbol Qo'qonda tug'ilgan. 1912-yilda O'zim shu jamoa safida to'p surgansiz. Albatta shu jamoada shu karyeramda oxirida 1912 da juda yaxshi o'yinlar o'tkazdim. Gollar urdim, muxlislarni bir hurmatiga sazovor bo'ldim va hokazo va hokazo. Qo'qon haqida ham juda ko'p gapirsa bo'ladi. Qo'qondan haqiqatda shu oldinlari shu temir yo'lchi bo'ldi, Qo'qon 9-12 bo'ldi, ikkita klublarda filiali bo'ldi, lekin asosiy kontingent, asosiy yoshlar shu mahalliy yoshlar. Eskitdan mana Yuriyozgan Sarkisyan paytdan bo'ladigan bo'lsa, endi men aql tanigani shu Yuriyozgan Sarkisyan deb Qo'qondan futbolchilar juda ko'p chiqqan. O'zingiz yaxshi. Neftchiga jalb qilinadi, chiqqanlar. Neftchiga jalb qilinadi. Hozirgi kunda ham ana viloyat hokimimiz bosh hozir Qo'qon yoshlari chiqib boshqa bo'ladigan bo'lsa, bir boshqa klublarga emas, misol boshqa yaxshi klubga emas, Neftchiga kelyapti. Fardu o'zini yoshlarini Neftchiga beryapti. Quvasoy o'zini yoshlarini beryapti. To'ron, Yaypan Fergana O'zbekiston tumanidagi beryapti. Demoqchimanki, biz viloyat hokimimiz hamma klubni jamladi. Boshini bitta joyga qo'ydi. Bir maqsad sari ishlashga yo'l. Bir maqsad sari ishga yo'l qo'yishdi. Bu ham bo'lsa bir-biriga dushmanlik emas, bir-biriga yomonlik emas, boshqa emas. Lekin maydonga chiqqanda bir-biriga sportni sport hech qanaqa tanish bilishchiligi yo'q, aka-ukachilik yo'q, boshqa yo'q. Men misol Qo'qon safida o'ynayapmanmi? Men professional Qo'qon safida Qo'qonga jon beraman. O'sha ikkinchi guruh Neftchiga keldimi? Shunaqa tayinlanyapti, shunaqa aytilyapti. Trenerlar tomonidan, rahbariyat tomonidan sen professional bo'ldi. Sen birinchi guruh Qo'qon deding, endi Neftchi desan. Endi Neftchini bayrog'ini balandga ko'tarib bos. Shunaqa bir nimasi yo'q demoqchiman. Neftchiga mos tushmagan o'yinchilar hatto ijara asosida Qo'qonga beriladi, yordam beryapti. Albatta, xuddi shunaqa bizda o'sha sostavga tushmayotgan boshqalar biz bilan shartnomasi bor, ularni biz bemalol qo'yib yuborishimiz mumkin. Lekin Qo'qon ham o'zimizning jamoa bo'lganligi uchun, komandamiz bo'lganligi uchun biz ularga shu beminnat nimada shu ijara asosida ularga berib, yordam berib ana qilishlyapti. Praliga mana qanday tushunadi, Havoqamniki Fardu mana o'zini-o'zi qoplayotgan komanda, Yaypan ham viloyat hokimligi tomonidan, moliyaviy tomondan imkoniyatlar qilib berilyapti. Yana hozir Farg'onada kelasi yili Praligaga Sementchi chiqishi mumkin degan mana yilning boshida shunaqa gaplar bo'ldi. Buning uchun birgina muammo stadion, infratuzilma borasida muammolar bor edi. Shu narsalar yil oxirigacha bo'lishi mumkin, bajarilishi mumkin. To'g'ri aytyapsiz. Shu O'zbekiston tumanidagi jamoamizga ham viloyat hokimligi, viloyat futbol assotsiatsiyasi tasarrufida bo'lib yordam berilyapti. Sementchi Quvasoy shu xususiy bo'lib, ularda ham haqiqatan ham maqsadi bor Pro ligaga chiqish. Oldin talablarda Superliga, Oliy ligalar ham o'ynagan o'sha stadionda, lekin hozirgi mana zamonaviylashib ketyapti hamma narsa. Unga hozirgi kunda talabga javob bermaydi. To'g'ri aytyapsiz. Mana kuni kecha
shu bizni viloyat hokimimiz bilan Qo'qon shahar hokimligi, o'sha mutasaddilar, rahbarlar o'sha stadionga borishdi. O'sha Semenchini o'sha markaziy stadioniga borishib, rekonstruksiya haqida shu loyihalarni taqdimnomasini o'tkazib viloyat hokimimizga o'tkazishdiki, tribunasi ham o'zgaradi, maydonni kattaligi ham, yoritgich tizimi, sug'orish tizimi hammasi o'zgarib, boshqa zamonaviy shaklda, ya'niki kattaroq standart maydonga aylanishi bo'yicha taqdimot o'tkazib viloyat hokimiga zashta qilib olishdi. Demoqchimanki, bu yilning oxirigacha o'sha maydoni bitmasa ham atrofidagi o'sha o'rindiqlar tagida futbolchilar uchun yechinish, kiyinish, yuvinish, taranish qiladigan xonalar hammasi bitadi. Maydon baribir 1 yil kerak bo'ladi, buni xohlasak qolmasak. Demoqchimanki, bunga o'sha ilk qadamlar bosildi, qo'yildi. Boshqa joyda o'ynab turadi. Endi oxirgi savolim Nosirjon, bitta ko'pchilikni o'ylantiradigan masala. Mana bir vaqtda bundan o'zingiz ham xabaringiz bor. Neftchi Oliy ligada o'ynaganda, yuqori o'rinlarda kurashganda butun viloyat neftchi uchuvchilarida qolgan komandalarcha e'tiborsiz qolib ketgandan bo'lardi. Misol uchun Qo'qonga ham unaqa hozirga kelib nafaqat neftchining chempionligi, hozir boshqa jamoalarda ham sharoitlarni yaxshilab, sekin umuman viloyatda futbolni, Farg'onani futbol viloyatiga aylantirish borasidagi katta ishlar qilinayotganligini e'tirof etish mumkin. To'g'ri aytyapsiz. Oldin shunaqa siyosat bo'lgan, bu yashiradigan narsa emasda, hamma biladi. Hozir ham mana shu viloyat hokimimiz bosh hammamizni futbol jamoatchiligi, klub bormi, ommaviysi bormi, havaskorlar bormi, hammamizni kallamizni bitta joyga jamlashdi. Ya'niki o'sha birinchi jamoamiz, mana shu piramidaning birinchi jamoasi neftchi bo'ladigan bo'lsa, neftchiga hali ham o'shanaqa yordam berish bor. Qanaqa o'tgan oldingi zamondaqa boshqalarni esdan chiqarib qo'yishmas. Boshqa nima emas. Shu yoki bo'lmasam ikkovi bir-biriga chempionatda to'qnash kelsa, sal chekinishmas. Bunaqa emas. Sport tamoyili asosiy o'rinda. O'sha sport tamoyili asosida shu o'zini iqtidorli yosh o'yinchilari bo'ladigan bo'lsa, boshqa joyga sotmaydi yoki bermaydi. Birinchi neftchini oldidan o'tadi. Og'ayni, mana bolani mana chaqiryapti. Paxtakor chaqiryapti, Nasaf chaqiryapti, Umidkor chaqiryapti. Senga kerakmi? Deyilganda biz nechta mana futbolchilarni olib qoldik, boshqa qildik. Shunga men juda ko'p analiz qildim yoki bo'lmasam ko'zimga tashlangan, hayolimga kelgan fikr shu neftchini chempionligi, undan keyin infratuzilma, boshqa klublarga e'tibor, neftchini bunaqa barqaror bo'lganligi sababini men o'zimning fikrimda endi kim qanaqa o'zimning fikrim, o'zimning xulosam, shu kallamga kelgan fikr, neftchimizni yoki futbolni Farg'ona viloyatiga futbolni qaytarishda avvalambor endi viloyat hokimimiz. Viloyat hokimimiz bizni futbol jamoatchiligidan tortib jamiki fuqarolarni bir joyga jamlab, chipislab, o'shalarning yordami, o'shalarni qo'llab-quvvatlashlari, o'shalarning duolari bilan mana shu nimaga keldik deb o'ylayman. Chunki birlashmasak ish bo'lmas edi, baraka ham bo'lmaydi, fayz ham bo'lmaydi, chempionlik ham bo'lmas edi. Bunaqa dargohlarni qarang, bu Neftchi futbol akademiyasini ochilishi yoki ochiladi, keyingi yil ochilarmikin, bu hayolda bo'lmagan masala. Hayolda bo'lmagan bu infratuzilma maydonlarda, tahlilxonalarda, basseyn, sauna, o'zini shu darsxonalari, игровой sentrlar, o'sha o'yin bolalar o'ynash uchun, chalg'ish uchun maktabdan kelib turib, shu uyga vazifasini bersa, o'sha xonasida stollar, yoritgichlar, bu ya'ni o'rischa aytganda fantastikada. Bo'ldi, rahmat. Bu qolganida endi mana tanishuv jarayonida bevosita o'sha yerlarni ko'rgan jarayonda tanishib olamiz. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.